Hurmatli do'stlar, Minecraft o'yinida Vigimania qilamiz. Like bosib YouTube kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasa, ko'rinib turibdi omonliligimiz. Qishloqni qara orqaga. Qani? Orqaga qara. Xo'sh, orqaga qarayapman, baribir demayapti. Buyur, qansa? Mana, orqangdan boryapman. Wow, makinamiz, yuramiz. Temirchi uyi bo'lmasa kerak. Bilmasam, balki bordir. Davay mana shu. Yaxshi qush ekan. Ana shu yerda uy qilamizmi? Davay uy quramizda imperiya qilamiz. Chetlarini devor bilan o'rab chiqamiz. Ana shunday qilib heykerga o'xshab imperiya qurib, rivojlanib ketamiz. Xullas, bu yerda mollar bor ekan. Desa keyingi safar mod o'rnatinglar desanglar do'stlar. Videoga like bo'lsin. Bu yerda nima? Ko'p bilasanmi? Somon juda ham ko'p ekan. Shuncha ham somon beladim. Bitta ketmoni. Hala, to'y bor ekan mana bu yoqqa. Bitta oldimga kel ana yoqqa. Mana. Hala, to'ymi? Qani? Chota. Axir bu uy emas-ku, yo'q. Shuni ham bilmaysan, axir bu molxona, qo'yxona. To'xta, bu bir o'ynatib bersak-ku. Men bir o'ynatib bersak moslashmaganman-ku. O'zing aytding bir o'ynatib bersana. Iltimos olaylik deb shunga men aytaman. Yo'q. Qo'rqmayman u degin. Sandiq topdim. Sandiqning ichiga ovqat bor ekan. Sakkizta kartoshka. Cho'tta bu g'alatida. Qaysi? Men telefonimga qarab, nima bu? Yo'q. Yo'q, ichi bo'sh. Men oldim. Oq. Sen olganmiding? Ayşe'nin suvga tushib olamanmi yo'qmi? Temirchini uyi yo'qmi? Jonim ketdi. Shuni ham eplamadim. Temirchimi uyi nima bo'lar? Xullas, bunday qilamiz. Tosh olamiz. Keyin siz daraxt chopamiz va bu yerni o'rab olamiz. Tayo daraxt turibdi. Nima Voy, bu bizning imperiyaning uylari. Bu imperiyani yo'q qilamiz, nima kerak? Yo'q, imperiya bizani yaxshi. Unda davay obunachilardan so'raymiz. Obunachilar, ana shu yerni imperiya qilib, o'zimizniki qilib bosib olaylikmi yoki yo'q? Kommentariyada yozinglar. Agar obunachilar davay imperiya mana. Da 1 2 3. Da belli. Va ana endi daraxt cho'qamiz. Uyingni mana unaqa daraxtdan qurib qo'ymayman, tentakka o'xshab. Yaxshiroq daraxtdan qurib ketibdi. Kelgan payting adashmasam 4 edi, yoki undan balandroq video olaylik deganda yo'q demadim. Bu yerda ko'mir bizga. Nima aysana? Nima? Tuxum yetmay. Yo'q. Endi mana video olishim kerak edi. Bu yerda graviy bor ekan. Men bugun necha tosh yetadi? Sen qanaqa uy qurmoqchisan? Men qayerdan bilay? Katta, kichik. Bu yerda esa zombi bor ekan. Katta. Taxmin bilmadim. Mana ko'priklar 58 yetadimi? 58 ta? Ha. Menimcha kam o 58 dan. Mani fikrim bo'yicha endi bu kamlik qiladi. Mana aytdim shu kam. Mana desekan. Suyulkan. Dav. Va men o'zimga daraxt cho'qishim kerak. Nega? Chunki ko'priklarni to'g'rilashim kerak. Menga ayt, qayerga uy qursam bo'ladi? Aytaymi? Zo'r joy topib beraman. Kutib turishing kerak faqat. Bu katta daraxt ekan. Katta daraxtlar esa menga yoqmaydi. Sen menga ana o'qib ber, qayerda keyin ana shu yoqqa uy quraman. Yaxshi ham o'zingni uy qursan ekansan. Ko'rsatib ber menga qayerga qurishimni. Ichimga sal qoldi. Nima o'rganda sal emas. Va gapirib turish kerak. Video vaqtida obunachilarga zerikib qoladi. Nimalar bo'libdi, nimalar ketyapti, gapirib beradi. Noning bormi? Ikkita. Yo'q, meniki 61 ta qoldi. 63 ta edi. Atrof to'la somon. Mana bu versa kimniki bo'lsa ham olib ketyapman. Meniki.
Mayli olib ketmay. Podarka. Olib ketmadim, mayli yuzimda bor. Buyurmas. Yo. Sandan bir narsa olmaslik kerakda. 8 ta yasasak bo'lar ekan. Hozirchalikka endi 12. Kommentariyaga yozib qoldiring bitta narsa. Messi Ronaldo. Ha bizga esa Bilmasa, bilishni xohlasanglar, like bosinglar, 10 ta like bosar ekanmiz. Men aytaman. U 6 ta klubga o'ynagan. 6 tami. Da. Ana. Tiniq. Lekin 6 ta emas, 5 ta bitta klubga 2 marta o'tgan topinglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Menga bitta lapat kerakda. Topki odamga qaytarib olmayman. Albatta kommentariyaga yozsin. Da, kommentariyaga yozsin. Aytgancha juda ana shu kanalga kim obuna bo'lib kommentariyasida 154 ta yetadi. Bilmayman, kim mana ana shu videomni kommentariyasiga obuna bo'ldim deb yozsa, obuna bo'lib qaytarib obuna bo'laman. 100% desa, har kun aktiv bo'lib turaman, taxminan 10-15 kun shu videoda har prosmotr ochdim, bo'ldi. Kommentariyani ko'raman. Obuna bo'ldim degan so'zni ko'rdimmi, bo'ldi, qaytaraman bolalar. Kimni kanali bo'lsa ham. Va men nimadir yasamoqchi edim. Lafatga edim. Bitta ketmon ham yasab olishim kerakda. Ketmon nima edi? Bilmaysan, hali yo'qsan. O'zbekchasiga ayt endi. Nima bo'ladi o'zbekchasiga? Ketmon. To'g'ri-da. Mana bu xato qilibman. Mayli, mana bunday qilib qo'yamiz, chiroyli bo'ladi. Sen nimalar bilan shug'ullanyapsan? Hali o'sha tosh deb yuribsanmi? Taxta deyaptim. Yo'q, taxta deb yuradi. Uyimga taxta kerak edi, nima qilay? Nima qilay deysanmi? Qara, ayt, qayerga uy quray? Hozir o'ylayapman-da shu. Qayerda bo'sh joy bor ekan? Ha, bitta joy bu. Bitta tashlandiq joy bor-da, o'sha yerda uy qurib olsang bo'lmaydimi? Bel topdim. Yo'q, men topdim-da, bitta tashlandiq joy. Tushundim. Mana bu yerda molxona topgandik, ana shuni qilsang yoki zo'r joy bo'ladi. Baxo. Arzumaydi, ko'ring, menday maslahat beradigan yo'q bu dunyoda. Men uy qurishni boshladim. Qanaqa uy quribsan? Xo'sh, mana uni esa bunday qilib qo'yamiz. Sen aytsan, Bitta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Yo'q. yo'qmi? Adashim shekilli. Bittadan bitta 3 ta, 4 ta. 4 ta bo'lsa, bu sabzini esa keyinroq yeb olamiz. Bu yerga nima daraxt qo'yding? Shu yerdan qurasanmi? Sal mana bu yerda ochiq joy bor-ku, juda. yo'q, yana shay qiladi. Joyni olib o'tirasanlar. Ha, mayli, o'zingda. To'rtta. Uyimni oxirigacha bitkazishim kerak. Bitkazishing? Nima degani? Qiziqib ketyapman-da. Bitkazishing. Voy, nima degani bo'lsa u? Kichkina uy bo'libdi. Bo'ladi, katta ham qilma. Lekin tayyor uy olganingga hech nima yetmaydi. Birinchidan mehnat uchun ko'p ketmaydi, faqat ichini o'zingga bu mehnat deyiladi bu. Ha, mayli, o'zing bilasan, lekin men tayyor uy olgan bo'lardim. Uzr, uyning ichini nimadir qo'ydim. Bir nima eksang bo'ladi lekin. Video kitobda hali montaj qilish kerak. Montaj bir tarafdan yaxshi, bir tarafdan esa yomon. Ba'zi bir paytlar o'tirib montaj qiyin keladi. Ba'zi paytlar esa yo'qmaydi montaj qilish. Bersak senga kerak emas, ha? Yo'q. Mayli. Menga taxta chopibki. Nechta zumrad berasan? 10 ta ber, mana
Olma beraman. Yo'nim tiqiya tutdi. Yana ishim ham bor o'zim. Olma beraman. Olma shirin. Bilaman. Shirin olma lekin. Bilaman. Va mana bu yerni ham qilishimiz kerak. Kimligini? Nima? Nima deding? Kimligingni bilasanmi o'zing? Bilaman. Kimsan? Odamman. To'xtama, ishim qo'li keyin tugataverasan. Tugadi do'stlar. Ko'rishguncha xayr, sog'-salomat bo'ling. Suvga tushib ketdim. Sizlar bilan Muxdega bir bo'ldik. Bay bay. To'xta, loyda qo'yib. Sana xayr de. To'xtama, ishim qo'li. Sana xayr de. To'xta. İşlerim var. Mana ishim bor. Xayr de. Yo'q. Xayr.